Bismillah. Hayot aka, assalomu alaykum. Qalaysiz, brat? Va alaykum assalom Jasurbek. Sal uyalsang bo'lardi, ahvolingni qara. Ahvolim gunoh. Ishdan kelyapman. Nimasini aytib? Yaxshi-ku. Yana ichib olganmisan? Hayot aka, o'zi bittasi qoldingiz-da. Qo'ying. Qora ishdan. Mahallaga hech kimga zaharim tegmayaptimi? Baqir-chaqir qilmayapmanmi? Sizga og'irligim tushyaptimi? Men o'zimni halol ishlab topgan pulni ishlayapman. Qo'y chalkashlaringni bahonasini qilmagin menga. Birinchidan, kerilmagin men topfonmanda. Rizqi u beradi. Ikkinchidan, sen menga ziyoning tegmayotgandir. Mahalla ko'yga ziyoning tegmayotgandir. Sen topgan puling aslida bu seniki emas. Seni ertalabdan kechgacha sog'inib bushtoq bo'lib kutib o'tirgan bolalaringning haqqi bo'ladi. Buni hamma ham tushunavermaydi. Yaxshilab o'ylab ko'r, yigit.